Tog' echkisiga o'chamiz. Noyabr oyiga rasklab. Tog' echkilari judayam chiroyli, jozibador, judayam xitrый, umniy, aqlli vakillarga kiradi. Noyabr oyida nimalar bo'lar ekan tog' echki sohiblariga, sohibalariga? Go'zal qizlarda nima gap so'z? Tog' echkilarda nima gap so'z? Judayam noyabr oyida sizga charchash, urinish, ko'pchilik mehnatlarni o'ziga olish, ko'p charchab qolishingiz, balkim bu emotsionalniy taraflama bo'lishi ham mumkin. Tuyg'ular orqali yaxshi ko'rgan odamingizdan ko'p charchashlar, urinib qolishlar, qiynalib qolishlaringiz, lekin qandaydir мощный anaqalar ham bo'lishi bor. Emotsiyalar balandligi. Уже sizga oy nimalarnidir boshlanishi yomon emas. Energiya, munosabatinglarda nima gap so'z? Munosabatlaringizda bu yerda kutish bo'lyapti. Отношениядagi insoningizni kutayotganingiz, munosabat qilayotgan odamingizni kutayotganingiz tushyapti bu yerda. Yarqiragan munosabatlar bo'lish ehtimoli bor. Noyabr oyida внезапно xursandchilik. Agar ayriliqda bo'lsangiz, bu yerda yarashuv bor, inshaalloh yarashuv bor. Endi necha yillardan beri ayriliqda bo'lganlarda ham balkim bo'lishi mumkin, yarashuv tushyapti уже. Munosabatinglarda yaxshi ko'rish, sevgi, muhabbat, juda chiroyli, go'zal oy kelyapti tog' echki sohibalariga. Oyda oxirida jinchalik emotsionalniy ko'p emotsiyalarga berilganingiz hisobiga emotsionalniy ruhan tushib ketishligingiz bo'lyapti. Lekin yomon emas. Bu narsalar sizga ancha nabarot yanayam yaxshi taraflarga o'zgarish, umuman munosabatlarda tog' echkilarga juda chiroyli kartalar tushdi. Yaxshi energiyalar bo'lishi va'da berilyapti. Oilangizda nima gap so'z? Oilangizda xafagarchilik, dilozorchilik bor. Ayol kishi bilan kelishmovchiliklar bo'lish ehtimoli bor. Ba'zilarda pul kelishi ham bor. Yo'q, bu yerda oilangizda dilozorchilik bor, siqilinch, xafagarchiliklar bo'ladi. Lekin ko'pchilikda pul kelishi bor. Baraka kelyapti, pul kelyapti. Oilangizga xursandchiliklar bo'lishi bor. Pul kelishi bor, xursandchilik, ba'zilarda даже menimcha to'y ham bo'lish ehtimollari bor tushyapti oilangizda. Ishingizda nima gap? Ishingizda nima gap? Ishingizda jicha qiyinchiliklar bo'lishi bor. Anchalar astoydil berilib ishlashingiz bor. Berilib ishlayapsiz, qandaydir jiddiy ishlash bor. Keyin kurash, ba'zilarda kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin oyda oxirrog'ida. Bu narsada lekin sizga baribir bu narsalar nima deydi, hafsalalaringiz sovib ketyapti-yu, lekin baribir iloji yo'q, uyim joyim deb ishlashga majbur bo'lyapsiz. Deyarli emotsionalniy taraflama shu gap so'zlar, g'alva, kelishmovchiliklarni hisobiga hafsalangiz sovib ketib qolyapti. Jamiki olib qaraganda ishingizda tinchlik jarayon, ishlash jarayoningiz yaxshi ketyapti. Kelishmovchiliklarni hisobiga, dilxiraliklarni hisobiga diqqat bo'lib, hafsalalaringiz sovib ketishi bor. Kutilmagan holatlaringizda nima gap so'z? Shuni ko'raylikchi. Kutilmagan holatlaringizda kimdir sizni nazorat qiladi, tekshiradi. Tuzinglar tekshiradi. Yokida siz o'zingiz tuzinglar sizdan yashirincha bo'layotgan narsalarni bilib qolasiz. Sizni menimcha qanaqa holatga soladi bu holat? Hech narsa ko'nglingizga sig'may qoladi. Hech narsaga ko'nglingiz tortmay qoladi. Kutilmagan holat, menimcha bu anchadan beri qilib kelayotgan mehnatingiz orqasidan kelib chiqadi shekilli. Siz bu yerda hafsalangiz sovib, ko'p diqqatchiliklarga tushib qolyapsiz-ku, lekin baribir ham u emas, bu emas. Bu yerda siz muvozanat, sokinlik, haligi nimalar bilandir tarozilar bo'lyapti. Siz qandaydir anchalar bu kutilmagan bo'lib o'tgan holatda deb diqqatchilik bor bu yerda, siqilinch bor, perejivaniya qilasiz, lekin
menimcha sizga unchalik anaqa emas, yomon holatga solyapti-yu, anchalar o'sha ulg'ayyapsiz, ko'zingiz ochilyapti, qalbingiz ochilyapti, shunaqa tushunchalar bo'lyapti, ruhingiz bilan topishish degan narsalar bo'lyapti. Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Shuni ko'raylikchi, nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Ko'proq haliyindaqa odamdan ehtiyot bo'ling deyapti. Xitr, aqlli, umniy, ko'p gapiradigan, rosayam o'zicha uchar, o'zicha aqllik odamdan ehtiyot bo'ling deyapti bu yerda. O'tmishingizdagi u odam. O'tmishingizdagi, lekin u odam bilan menimcha oldin munosabatlaringiz tugaganmi yokida qandaydir o'zgarishlar bo'lganligi, o'tmishda bo'lmasam birga ishlagan hamkordagi odamingiz bo'lishi mumkin bu odam. Shu odamdan ehtiyot bo'lishingizni aytyapti. Sizni xursand qilyapti bu oyda. O'zingizni qat'iyligingiz xursand qilyapti. Qandaydir intilish, qandaydir energiya, intilyapsiz, yoqtiryapsiz, emotsionalniy tuyg'ular siz rosayam vspышка bo'lyapti. Xursandchilik, yaxshi kayfiyat, yaxshi emotsiyalar bo'lishlari sizni xursand qilyapti. Psixologicheskiy holatingiz qanaqa bo'lyapti? Nima desa bo'ladi? Psixologicheskiy holatingiz yomon emas. Qat'iylikda turibsiz, o'zingiz nima deyayotganingizni bilyapsiz. Nervniy stresslaringiz mahkam joy-joyida turibdi. Qandaydir yoqtirish, yaxshi ko'rish degan narsalar bo'lyapti-yu, lekin siz o'zingizga do'st qo'ymayapsizmi, shunga o'xshagan holat bo'lyapti. Aytgan niyatingizga qat'iylik bilan ketish bo'lyapti. Hech narsaga qaramasdan o'zingiz qo'ygan maqsadingizga astoydil harakat qilayotganingiz tushyapti bu yerda. Ayollik energiyangiz qanaqa bo'lyapti bu oyda? Ayollik energiyangiz rosayam baland, rosayam emotsionalniy, zo'r holatlarda tushib ketish bor-u, diqqatchilik, siqilinchlarni ko'ryapsiz. Lekin menimcha energiyangiz yaxshi energiyalar. Shu diqqatchilik, siqilinchlarni hisobiga ham energiyangiz yaxshi ishlayapti. Energiya zo'r ishlayapti sizda. Oyda umuman oyda qanaqa raskladi? Butun oyda energiyasi qanaqa bo'ladi? Jami oyda energiyasida nima gap so'z? Bu oyda siz uchun o'rganish oyidir. Balkim bir narsalarni o'rganishingiz mumkin. O'zingizga xos emas narsalarni yodlashingizmi, o'rganishingizmi, shunga o'xshagan holatlar. Undan tashqari bu oyda qandaydir sizdan yashirincha bo'layotgan holatlarda oydinlik kiritish, siz uchun yashirilgan narsalarni siz bilishingiz, o'zingizda menimcha o'zingiz tushunib, yetib, shunaqa holatlar bo'lishlari borligi ko'rilyapti. Omadinglarni bersin, sog' bo'linglar.